Bugun qo'limdan kelgancha hamma plan qilgan ishlarimga soat-soatida ulgurishim uchun kechasi uxlamaslikni tanladim va suya ovqat bilan salatda harakatini boshladim. Sababi bugun Qurbon hayit ayyomi. Qizli uyimdan keldim. Kelinimizni hayit ayyomi qiladilar. Hamma uylarga joy qilib, yig'ishib, terishib, endi yana 6 da qaytib ketib, borib o'choq qozonida chiroyli qilib mastava solib beraman deb aytib qo'yganman. Albatta, xo'jayindan ham ruxsat olish kerak va ularni ham ko'ylarini olish kerak. O'shaning uchun yaxshi ko'radigan qovurma sho'rvalari bilan olivye salatini qilib qo'ydim. Keyin bo'lsa ko'chalarni sipirib tozalab, hamma qatori suvlarini sepib qo'ydim. O'zi har doim hayit ayyomida issiqqina somsa ham pishgan bo'lardi, lekin rostini aytaman, bu safar somsa qilishga umuman ulgurmadim. Lekin ko'chalarim, hovlarim, uylarni tozalab oldim. Yaxshi ham shu vileda shvabram bor. Tezgina va osongina yengi machalkasida romlarni ham, darvozalarini ham top-toza qilib artib, ishlarimni tezgina tugatib oldim. O'zi aslida bugungi reysim qiziqarli bo'ladi deb o'ylagan edim. Kelin fotalari, kelin salomlari, har xil zebu ziynatlari, kelgan mehmonlarni videoga olaman dedim, lekin umuman telefonimni qo'limga olishga vaqtim bo'lgani yo'q. Mehmonlarni kutveramiz, lekin oxiri koridorda oshxonaning yonida soat 3 da qiyshayib uxlab qolman. O'zim ham daji bilmadim. Agar endi menga qaysidir kelin men hayit qilmoqchiman desa, qo'ygin, nima qilasan, hayit ayyomini yig'ishtirgin, undan ko'ra mazza qilib eshikni qulflab uxlagin deb maslahat beraman. Aytgancha, bu orada mehmonlarimiz orasida meni obunachilarim ham bor edi. Storiesda aytgan edim, kelinimizni hayit qiladilar, ko'rishga kelinglar deb qo'ymasdan o'zi ham 10 ta 15 ta obunachim so'rashgan edi. Hammaga lokatsiya nomerlarimni berdim. Ular ham kelib, xursand bo'lib, yeb ichib, kelinimning qo'llaridan choyli ichib ketishdi.